Turk oshxonasini olmazsa qisir tayyorlaymiz. Buning uchun bizga inji bulgur kerak bo'ladi. Stakanda o'lchab olamiz. Men 10 kishilik tayyorladim. Qizlar, sizlar oiladagi kishi soniga qarab tayyorlashingiz mumkin. 1 stakan inji bulgurga yarim stakan suv to'g'ri keladi. Suvimizni solib, yaxshilab aralashtirib, 20 minutga qopqog'ini yopib, dimlab qo'yamiz. Ungacha bo'lsa sousini tayyorlab olamiz. Tovaga zaytun yog'imizni solib, 2 ta katta piyozni maydalab to'g'rab, o'ldirib olamiz. Orqasidan chesnok, tomat va achchiq qalampir pastasi soldim va ziravorlarni ham opisaniyada yozib qoldiraman. Hammasini yaxshilab chiroyli qilib qovurib olgandan keyin issiq suv solib 10 minutcha pishirib olamiz. Mana sousimiz tayyor bo'ldi. Endi bo'lsa dimlangan bulgurimizni qo'limiz bilan yaxshilab uqalab olamiz. Orqasidan sousimizni solib yana yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Agar aralashtirmasak hamma joyiga tegmay qolishi mumkin. Endi qisirga maza beradigan limon soki, anor soki va zaytun yog'ini ham solib yaxshilab aralashtiramiz. Qisirimiz tayyor bo'ldi. Dasturxonga tortishdan oldin zelen va sho'rbodrinni ham solib aralashtirib dasturxonga tortamiz. Hammangizga afiyat olsun. Albatta tayyorlab ko'ringlar.